O'zbekistondagi nomuraddiy muxlislarga ega bo'lgan Andijon futbol jamoasining uy uchrashuvlaridagi atmosfera qanday bo'ladi? Buni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa gol. Birinchi navbatda eplab stadionga kirib olishimiz kerak. Undan keyin joyimizni topib, u yerga o'tirib olgan akalarni xafa qilmasdan boshqa joyga kuzatib boramiz. Kameraga tushadigan har bir tribunaning har bir stuliga mana shunday qizil nimcha bilan qattiqroq qarshi olish uchun mana shunday reklamli bannerlar ham qo'yib qo'yishibdi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, biletning narxi ham osmondur degan bo'lishi mumkin, lekin narxlar 30 ming so'mdan 50 ming so'mgacha xolos. Bu galgi o'yinga 17 mingdan ortiq muxlis tashrif buyurdi. To'g'rirog'i bilet olib kirdi. O'rtacha uy uchrashuvlarini 15 mingga yaqin muxlis jonli tarzda stadiondan turib kuzatadi. Ultras burgutlarni esa aytmasa ham bo'ladi. O'yin boshlanishidan oldin albatta katta banner va shou o'tkaziladi. Bu fan klub nafaqat O'zbekistonda, balki butun Osiyo, yo'g'a butun dunyoga mashhur. Fan klub rahbari esa Nodir aka futbolning haqiqiy shinavandasi. Xullas Andijonda futbol bayramga aylanib ketadi. Bir marta stadionga kelgan odamda yana kelgisi keladi. Bunga bitta misol men. Yana shunga o'xshash qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling.